Muhakeme hürmetlik vatandaş. Bugün çislaq 2020 yıl 10. ayının 20. günü heptiki seyşembe. Bu tarafta qalcırlıq. Bu tarafta xalqara besim. Xalqara besim küçeygensin. Qalcırlıq qədidine şubatıdır. Bu qalcırlıqni biz Xitay qalcırlığı deymiz. Marx ile Engels yazgan kitabının qanchalik ulug'ligi va bugungi kunda qanchalik ahamiyetsizligi üstüne to'xtalmayli. Marxning do'sti Engels shundaq bir og'iz gap qilgan edi. O so'z nima desangiz, Xitoy donolig'i, tafakkur xitoycha, sol xitoycha, yashash xitoycha, fikr qilish xitoycha, diktatura xitoycha, sotsializm xitoycha, mehnatchilikmi xitoycha. Bugün yukarıda görüp ettik Uygur ahali, Uygur ahali, Uygur cemiyeti, Uygur turmuşu, Uygur'daki urukdaşlık, kandaşlık, etnikdaşlık, kerindaşlık, aile urukdaşlık, moşu tüzümlü yaki Uygur'un moşu ahlak kurulmasını, cemiyet kurulmasını, etnik kurulmasını veyran kılış, Xitay'nın bugünkü növbetdeki birden bir maksatlık siyaseti. Demek Adrian Zinnes Efendi ana şundaq o'ttira qo'ydi hürmetlik vatandaş. Yaqında bu qalcırlıq şundaq chekki yetdiki hatta Jungo'nun Kanada'da turishliq bosh elchixonasi nima dedi? Agar sen Kanada hukumati Hong Kongdan qochib kelgan kishilarga siyosiy panohlik beradigan bo'lsang, ba'zi Jungo hukumati Shangangda yashayotgan 300 ming kishilik Kanada fuqarolarini görevga olamiz. Siyasi panohlik berish xalqaro qoida, xalqaro prinsip, xalqaro odamgarchilik. Biroz siyosiy tahdidga uchraganda o davlatdan qochib ikkinchi bir demokratik davlatda siyosiy panohlik talash bu insonning aqli va insoniyat madaniyatiga uyg'un keladigan, insoniyat madaniyat davlat qurib yashayotgan demokratik ellarning siyosatiga uyg'un keladigan siyosatdir. Kanada qilsa shundaq qiladi. Xalqaro insonparvarlik bilan siyosiy panohlik berdi. Amerika ham shundaq qiladi. Xalqaro insonparvarlik bilan yoki insoniyatning insonparvarligi bilan siyosiy ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga siyosiy panohlik berdi. Bu yerda Xitoyning qilayotgani 300 ming Shangangda yashayotgan kanadalikni go'raga olaman degani qonunsizlik, axloqsizlik, diyonatsizlik. Hatta o'zini davlat deb atashqimi mumkin bo'lmagan yoki mumkin bo'lmagan sharoitda o'zini davlat deb atab olgan bir lükçek davlatdan qiladigan ish. Mana bu qalcırlıq. Kanadadagi qalcırlıq hozir hatta Amerikaning Jungo'da yashayotgan grejdanlarni qo'lga olaman deb tahdid soldi. Bu bir qalcırlıq. Hozir Uyg'urning ota-onasidan balasini ota-onasidan ayirib etish ibtidoi qalcırlıq. Xitoy jamiyatining dastlabki davrlardagi yoki insoniyat tarixi boshlanmasdan yozma tarixi boshlanmasdan burungi ibtidoi jamiyatga qalcırlıqni bugun Xitoy hukumat Uyg'ur millatiga 21-asrda ishiltiyotdi. Men başta aytdim, ümmetçiler, Uygurlar içindeki ümmetçiler, Uygur'un milletçilerinden ağza qarab. Çapanның peşini u yoqqa söylep, çapanның peşini bu yoqqa söylep, hey kaprey, hey saprey deb chiqib olmay, jahonga, zamonga, davriga Uyg'urning bugun nima ish qilishi kerakligidan iborat mushundaq buyuk muammoga qaytib keladi vatandoshlar. Hozirgi dunyo qanda qaysi shaklda harakat qilyapti, ko'rib turam. Hozir boshda bizdikida ko'rsatdik Amerika Qo'shma Shtat Davlat Majlisi 2 nafar senator bugun Rim papasi yoki Vatikan papasi xat yozib, sen Jungo bilan suhbat elib beryapsan, bu paytda Uyg'urlarning taqdiriga, diniy e'tiqod masalasi bo'yicha Uyg'urlarning taqdiriga ko'ngil bo'lishing kerak. Bu sizin qo'lingizdan keladi deydi. Ham bu ish sizning chaqiriqingizga, dunyoning har qaysi joylaridagi chaqiriqingizga mos keladi va chaqiriqingizning mazmuni bo'lib qoladi deb ko'rsatdi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 nafar senatori Rim papasiga shundoq yozdi. Yani başka misallarni keltirishim mumkin. Ijtimoiy vatandosh. Yani başka misallarni müşahit keltirib, yani masalan Uyg'urning dindoshlari nima qilyapti deb savol qo'yib, yani başka misallarni keltiraysam, ijtimoiy. Yaqinda radioda ko'rdinglar, Turkiyada nima Mehmet Bag'chiliymi, lekin millatchilar guruhini. Türkiston masalasi qanday o'tirib keldi Turkiyada bu? Qarang'i qazlaqlarda o'tirg'i chiqdi degandek bir gapni qildimi, xato tushunib oldimmi ya muxbirning maqolasidan? Mana shu dunyo. Vatandoshlar, dunyo mana shunda g'aljirlik. Xitoy g'aljirlik haddan tashqari vaqt. Endi kelayli oxirgi hisobda Tibetning doisi Dalay Lama yaşanıp kaldı da Ramsalada. Bugün endi Tibetning sargardon hukumati yoki yaqinda 2002-yildagi o'zgartish bo'yicha Tibet ma'muriyat markazining boshlig'i yoki Tibet davlatlik deyilib yadanda ma'muriyat boshlig'ining boshlig'i ma'muriyat markazining boshlig'i Lobsang Sangay Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida yeni tayinlangan Tibet ishlarini maslashtirish, Tibet ishlarini yo'lga solish uchun yeni tayinlangan davlat mahkamasining emgak kishilik huquqi mas'ul amaldori Destroy bilan ko'rishdi. Buni Lobsang Sangay qandaq tasvirladi? 60 yildan beri tunji qatim Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasida Tibetning hukumat vakilini yoki hukumat boshlig'ini, ma'muriyat boshlig'ini qabul qildi. Davlat mahkamasida Tibet ishlarini moslashtiruvchi amaldor Destroy dedi. Bu bir belge vatandaş, shundaqmi, shundaq tushunamsiz, yo bunaqa tushunmamsiz, bir nishon bu. Biz orliq sizlarga nima dedik? Masalan, taxminan vaqt 8-oyning 14-kuni mushu yilda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Tibetni ziyorat qildi. Biz shu vaqt nima dedik? Ishni hal qilishni Tibetdan boshlamsizlar dedik. Onun keyinda Şinjan xizmat yig'ini degan masala o'tirg'i chiqdi. Tibet xizmat yig'ini degan masala o'tirg'i chiqdi. Bugun endi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasida Tibet ishlarini moslashtiruvchi amaldor Destroy Tibetning ma'muriyat markazining boshlig'i Lobsang Sangayni qabul qildi. Lobsang Sangay nima dedi? Tibet siyosat qo'llashda, Tibet siyosati va qo'llash qonuniga bizning kutgan umidlarimiz, orzularimizning hammasi singdirilgan dedi. Shunda xulosa chiqadi. Lekin qonunda-chi Tibetning avtonomiyalik o'rnini kapolatga ega qilish, o'z taqdirini o'zi belgilashni kapolatga ega qilish deyildi. Yoki avtonomiyalik o'rnini kapolatga ega qilish kerak dedi. Siyaset shundoq. Endi siz ko'rib bakın, bugun shu ishdan biz o'tganda hal qilishni Tibetdan boshlamsizlar dedi. Lekin shu narsani ko'rib bilan hurmatli vatandosh, boshida nima dedik? Xitoy Kompartiyasi va Xitoy hukumati, butkul Xitoy jamiyati. Hozir Xitoy jamiyatida millatchilikdan boshqa hech nima yo'q. Siz yaqindan beri 5-6 yildan beri ko'rib bakın vatandaş Xitoyda qo'lga elindi, kishilik huquqchisi, advokati, podvokati bir Xitoyni qo'lga oldi degan gapni anglab baqdingizmi? Chunki Kompartiyasi hech qanday bir Xitoy nazarband qilgani, qo'lga olgani yo'q. Hammasi Uyg'urlarga markazlashdi. Bütün Xitoyning mamlakatida, jumladan mustamlikasi Uyg'uristonda qo'lga olish, nazarband qilish, boshda aytdik, oilalarni, bolalarni, ota-onalarni turmushida vayron qilish Uyg'urlarga markazlashdi. Bizdan Xitoyning oldida nima gunohimiz deb savol qo'ydigan o'rnimiz qolmadi. Unda savol, ortiqcha savol, hurmatli vatandosh. O bir millet kökmürallık kılıvatıdı, bir şarkıdan kergen köçmen Xitay, Uygur milleti kökmürallık kılıvatıdı. O bugün şu yosunda koç bilen, karı koç bilen, zoravallık bilen, nemini kalırsa şuna kılıvatıdı. Biz kimge iltica kılımız? Bir Xudaga. Ondan keyinçe biz kimge iltica kılımız ve kimden yardım kütümüz, ümit kılımız?
Amerika Qo'shma Shtatlaridan reallik sizga shuni ko'rsatib turibdi, reallik sizga shuni so'zlab beryotidi, reallik shuni sizga aytib beryotidi, reallik shuni. Masalan, gaping bo'lsa Amerikaga qil. İltimasın bolsa Amerikaga qil. Suyung bolsa, so'zing bolsa Amerikaga qil. Uyg'urni Amerikaga tushundir. Amerikadan talab qil deyotidi. Bu faoliyat normal faoliyat vatandaş. Amerika o'zi echib bergan kishilik huquq faoliyati bu normal faoliyat vatandaş.